Bugun shunday bir virdni e'tiboringizga havola qilamizki, unda barcha musibat va g'amlardan xoli bo'lish sirlari mavjud. Masalan, qarzdorlik, kasallik yoki biror zolim zulmidan qo'rqilgan vaqtlarda o'qiladi. Mujarrab bo'lgan bir virddir. Bu wird 7 kun uzluksiz o'qiladi. Kunning avvalida o'qish afzal. Yaxshilab tahorat olib, qiblaga yuzlanib, 100 marotaba Astagfirullohul azim va atubu ilayh deydi. So'ng yana 100 marotaba Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin abdika va rasulik nabiyul ummi va ala alihi va sallim. Yana 100 marotaba ya dalilul mutahayyirin ya ghayathal mustaghithin aghithni. So'ng turib 2 rakat nafil namozini o'qiydi. Salomdan so'ng 100 marotaba ya qarib ya mujib deydi. So'ng salovat aytib dardini arz qiladi. Inshaalloh 7 kunda barcha tangliklar ochila boshlaydi.